boshingda filtrar. Hurmatli ammajon, Nasriddin bilan oilasi buyrug'ingizga binoan yetib keldi. Erkan. Ammajon, qanday yaxshisiz, charchabasiz, uydagilar yaxshimi? Kelin, mana qo'shiqchani sumkangizga solib qo'ying. Voy, buni nima qilaman, oyijon? Navoda ammangizdan qo'rqib tirpilib orqaga ketib qolsa, shu bilan tortib olasiz. Ha, yo. Davay, uyda tez-tez tozalanglar. Obijon jiyanim, sen qilma, bu yoqqa kel. O'zim senga novvoy choy bilan pryanik beraman. Aynan ammalar yurak naqshidir, ammani bori yaxshidir. Zing'illatingizlar qani? Oyijon, ammamlarga hokim kelyaptimi? Nima qilib gilamlarigacha qo'qtiryapti? Bilmadim, dadasi opang. Necha marta aytganman, opayz deyvermadi, qo'rqqanda yana oyog'im ishlamay qoldi. Bir aytishga ko'zingga nima qildi? Ana shikaf kirib oldim. Xotini urdi. Uyda hamma sher chaynik bela otadi. Mana endi biz quyonchada ammaga bir-birini sotadi. O'zi birinchi boshladi, ichib kelib seniki bingibot xotin kerak emas. 18 yosh onasi o'pmaganiga uylab olaman dedi. Kechada opajon boshqaga taramaydi. Oilasinglarga hali o'yinchoq bo'ldimi? Upporli o'zi. Sen 80 marta ajmaniya qilasan, sen 50 marta o'tirib turasan. Raz, dva. Uy, qizimda tuzum bor edi-ya. Ha, kelin. Arslonda ammamni bo'lar bo'ldi. Chota uyga ammamni qaynopasi keldi. Voy, monolar nima yotib olishdi? Mehmonni ham shunaqa kutib oladimi? Ana, upporli o'zi qildirayotgandim-da, qaynopajon. Nima? Upperloja? Upperloja bo'lsa, upperlojada 70 marta o'tirib turasiz. Davay. O, qaynopa qaynona kelinni talaykan, hammasini jonini ammo olaykan. Xotinim kelyapti.